12-chi savolga keldik va pul miqdori 200 million. Menda savol bor. Aha. Xo'p, marhamat savolga yo'llang. Savoli jiddiylashdi. Hozir bu savol o'qigandan keyin men yo'q bo'ldi 150 millionda qolaman desam bo'ladimi? Savol o'qigandan keyin yo'q. Undan oldin avval siz qaror qabul qilishingiz kerak. Hozir qaror qabul qilsangiz sizda 150 million qoladi. Agar savolni o'qib javob noto'g'ri bo'lsa sizda 100 million qoladi. Agar aksincha javob to'g'ri bo'lsa 200 million bo'ladi. Qarang. Savoli jiddiylashdi birinchidan. Ikkinchidan bu agar yutilgan pulni ham o'zimga bo'lganda, men o'zimni yutuqlarim bilan o'ynaganimda hozir ketaverardim. Lekin niyat ketganki bu yutilsa bu pul baribir ehsonga ketadi-ku. Buni siz o'zingiz hozir qaror qabul qilyapsizmi? Shuning uchun men hozir birovga ketadigan pul bilan risk qilib hozir yo'qotmaslik uchun 150 da to'xtataman. Demak, hozir biz o'yin to'xtatamiz. Sizda hisobingizda 150 million bo'ladi va siz bu barcha pullarni xayriyaga taqdim etmoqchisiz. Shunaqa. Agar o'zimniki bo'lganda mayli.